Kichkinaligimda bir orzum bor edi. Amerikada o'qish, filmlarda ko'radigan joylarni o'z ko'zim bilan ko'rish va ota-onamni xursand qilish. Lekin bir muammo bor edi. Men Xorazmning bir chekka qishlog'ida yashardim. Ta'lim tizimi past, internet yaxshi ishlamaydigan va svet har kuni kamida bir marta o'chadigan joyda. Lekin men bir chiroyli so'zni bilaman. Poxuy. Confused, I broke the rule. Cause this bitch a witness. Plus, I just popped due, but she ain't crying. And this hoe is smiling. Plus, this bitch look cute, so we slide out. I'm checking my. Bu videoda qanaqa qilib Amerika universitetlariga mustaqil topshirganim, men uchratgan eng katta muammolar va rostdan ham chekka topshirish foydasi bor yoki yo'qligini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga chekka topshirish bo'yicha tekin sovg'a bor. Let's go. Bir kuni YouTube'da O'zbekistonlik nomli videoni ko'rib qoldim. Videoda Amerikaga o'qishga kirgan o'zbekistonlik yurtdoshlarimizdan intervyu olishgan ekan. Yashash hayotlari menga juda yoqdi. Kechalari Amerikaga o'qishga kirsam, hayotim qanaqa bo'lishini o'ylab chiqa boshladim. Lekin bir muammo bor. Men chetga topshirish bo'yicha bu ham bilmayman. Masalan, chetga topshirishni o'rganish uchun tog'dek bilim kerak bo'lsa, menda kichkina kesak ham yo'q. Shuning uchun Telegram kanallarni kuzatishni boshladim va chetga o'qishga kiritib qo'yamiz deb va'da beradigan bratlarga ham yozib ko'rdim. Menimcha tushundingizlar muammoni. Xafa bo'ldim. Nahotki faqat bu oilaning farzandlari chetda o'qishga loyiq deb o'yladim. Siqilib o'tirganimda jannatiy do'stim bor ekani yodimga tushdi. ChatGPT. Uzoq gaplashdik va shuni bilib oldimki, chetga Common App degan veb-sayt orqali topshiriladi va bu uchun 5 ta narsa kerak. IELTS, SAT, maktabdan tashqari qiladigan ishlar, maktab baholari va essaylar. Men allaqachon IELTS va SAT sertifikatim bor edi. Shuning uchun quvonib tinch hayotimni yashashda davom etdim. Lekin bu katta xato edi. 1-yanvar kuni do'stim yozib qoldi. Shu kuni ishga qattiq kirishdim. Qaysi kollejlarga topshirishimni aniqlab, college list tuzdim. Common App'dan ro'yxatdan o'tdim. Ertasi kuni activity list tuzdim va uni ham Common App'ga joyladim. Hammasi yaxshi ketayotgandi va men vaqtida hamma ishni qilib tugatishimga ishondim. Lekin oldimda kutayotgan muammoni bilmas edim. Hamma kerakli hujjatlarni joyladim, lekin kollejlarga o'zimni kim ekanimni ko'rsatib beradigan eng muhim narsa qolgan edi. Ko'pchilik studentlar aynan shu narsasi yaxshi yozilmagani uchun o'qishga qabul qilinmas edi. Bu ham bo'lsa college essays. Kollejlar uchun 2 xil essay yozilishi kerak. Personal essay va recommendation letters. Personal essay sizni inson sifatida kim ekaningizni ko'rsatib beradi va ko'pchilik hayotida bo'lgan bir voqea va undan qanaqa dars olganlari haqida yozadi. Ikkinchisi esa 4 ta recommendation letters. Buni o'zingiz yozmaysiz. Ikkitasini ustozlaringiz va bittasini maktab maslahatchisi yozishi va o'zlari saytga joylashi kerak. Qo'shimcha yana bittasini sizni yaqin taniydigan insoningizdan yozdirib olishingiz mumkin. Men birinchi recommendation letter yozishdan boshladim. Chunki buni yozish osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Spoiler, oson emas ekan. Qo'shimcha letter sifatida IELTS repetitor'imdan yozib berishini so'radim va bir kun ichida ham yozib, ham saytga joylab berdilar. Rahmat katta ustoz. Lekin maktabdagi ustozlarim yozib berishi juda katta muammo bo'ldi. Birinchidan bittasi ham shu kuni yozib bermadi. O'yin bor, kasal edim, yozishni bilmayman. Xuddi o'quvchilar uyga vazifa bajarmagan payti aytadigan bahonalar. 2000 years later. For what is a man? What has he got? Endi shu yerga essaylarni joylashsa bo'ldi. Qiyin joyi bitdi deb o'yladim. Lekin katta xato qilibman. Common App'dan ro'yxatda o'tish bu yoqda tursin, Gmail akkauntini parolni ham bilishmas ekan. Tushuntirishga ko'p harakat qildim, lekin foyda bermadi. Endi nima qilaman deb xafa bo'ldim ozgina. Ertasi kuni o'zim maktabga borishga qaror qildim. Har bir ustozni telefondan essaylarni joylab chiqdim. Okay, so sinfxonamga keldim. Endi hozir ishlataman. Hozir ustozlarga qarab telefon olaman. Shu rakib hammasini essaylarga joylayman. Yeah, let's go. Yo'q, o'zi chetda topshirib o'randa, shuni ustozlarga telefonlarni narsaga ketishim kerak.
Sen resimler YouTube'a taşıma. Çırağını boğala. Şöyle düşük YouTube'da. YouTube'a taşıma resmi. Sen tapadı kızlar. Nasıl bağıracağım? Çırağını bağıracağım. Kızla koymaz sen. Gel. He? Bak sen. Kızla koymayı sen. Vay. Üyeyi de. Bir sınıftan ben okusam mı? Yok 8'e geldim. Valla. Ya yalan değil, bu alandan sonra vurmayalım karşı. Ben koşarak bana kana. Bu kalasa geldi, kalasa gelmedi. Dimun değil, vay ese patkuşlara buna dokşu ben koydum içinde. Vay sen Taşkent'te müdahale çıksan koymaydın lan sen. Kızlar küçük giderdi sen. Sıra bana sen o zaman. Güzel değil mi? Al. Evet. Il aria di mes il me plaît. L'amour est enfant du bohème. Il n'a jamais connu Nope. les lois. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu... Okay guys, so recommendation letterlarda hammasini olib bo'ldim ustozlardan. Sotmayimcha bir bo'ldi. Amallab hammasini yozib bo'ldim. Endi ishlatamiz. Endi uyga ketamiz. Короче, okay, so recommendation letterlarga yozib bo'ldim. Endi personal essay qoldi. Uni ham yozishimiz kerak. Let's go guys. Yozib bo'ldik. Eng muhimini oldik, ya'ni eng qiyinini ustozlardan essaylarda olish eng qiyini bo'ladi deb o'ylab turardim va katta ehtimol bilan eng qiyini bo'ldi ham. Va biz buni olib bo'ldik. Yes sir. Let's go guys, let's go. Endi faqatgina bir narsa qolgan edi. Personal essay. Har bir o'quvchini o'qishga kirishini yoki haydalishini hal qiluvchi essay. Personal essay yozishga juda qiynaldim. Nima haqida yozishga umuman g'oya topa olmadim. O'quvchilarimdan qanaqa inson ekanimni so'radim. Do'stimdan. Va mushugimdan. Lekin baribir nima haqida yozishga g'oya topa olmadim. Shuning uchun basketbol o'ynashga chiqdim. Zora shunda g'oya topa olarman deb. Afsuski topolmadim. Keyin zalga chiqib, eng kuchli bokschi bilan sparring tushdim. U ham yordam bermadi. Keyin qor yeb ko'rdim. Og'ir tosh ko'tardim. Bitta bolaning suvga tushishini tomosha qildim. Nima qilishimdan qat'iy nazar foyda bermayotgan edi. Umidim so'ndi. Nahotki Amerikada o'qiy olmayman. Bitta essay ham yoza olmasam, Shu paytda bitta ideya keldi. Chet universitetlarga topshirish uchun bu oxirgi kun edi. Bor kuchim bilan yozishni boshladim. Shu kuni o'rnimdan turganim yo'q, faqat yozish. Yozib bo'lgach, kommunatga joyladim va axiyri hammasini 1 daqiqa qolganda tugatdim. Yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Kira olamanmi yoki yo'qmi? Shunchaki shu ishni bajargandan xursand bo'ldim.
O'zi hamma chet universitetlarida o'qish kerakmi va qanaqa qilib topshirish bo'yicha hamma ma'lumotni bitta faylga joyladim. Fayl mutlaqo bepul va agar ochishni xohlasangiz Telegram kanalimda pin qilib qo'yilgan xabardan topishingiz mumkin. Universitetlar natijasini o'tkazib yuborishni xohlamasangiz kanalga obuna bo'ling.